Assalomu alaykum hammaga. Bilsalaring, hop, Nexus mashinasida avarinka knopkasi o'ng tomonda, ya'ni passajir tomonda bo'ladi. O'sha passajir tomonidan chap tomonga shunday hamma narsasi zavodskiy qolgan holatda o'tkazsa bo'ladi. Buni ustakilarimiz bilishadi, bilmaganlar uchun kichkinagina layfhackcha bo'ladi, xudo xolasa, yoki shofyor akalarimizga. Hop, bu o'zi mana bu joylarda zavodskiy shurtlarda turadi, pastida ham bor. Keyin buni chiqarib olgandan keyin mana bu yerda ikkita ustidagi kirishgan ko'chirib olish uchun kriplinasi bor mana. Mana shu ikkalasi, keyin tagida ham bitta bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Hop, keyin orqasida ikkita shurupcha mana xuddi mana shu joyda. Ikkala tomonda ham bo'ladi. Hop, chap tomonda, ya'ni shofyor tomonda mana bunaqa prosta teshigini bekitib turish uchun shunaqa plastmassa qo'yilgan bo'ladi. Hop, buni chiqarib tashlab turib, ustidagi kirishga olingandan keyin avarinka knopkani joyini shunday almashtirib qo'yasizlar. Kabeli ham o'zi akkuratni bu tomonga bemalol yetadi. Shunday o'tkazib qo'ysalar, avarinka knopka chap tomonga o'tadi va shofyor akamiz bemalol o'zlariga qulay joydan bosib ishlatib ketaveradilar. Xudo xolasa, kimga shu va shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar.